Salom, bugun sizlar bilan Kalmar o'yinida o'ynaymiz. Bu yerda hozir ta'mir ketyapti, tezroq bo'lishi kerak. Ochildi. Hozir bu yerda o'yin jarayonini olish qiyin bo'ldi, lekin har holda bo'ladi. Bu o'yin hozir qizil chiroq, yashil chiroq o'yini. Men inglizchasiga nima bo'lishini bilmayman, lekin qizil chiroq, yashil o'yini boshlanyapti. Shuncha mehnat uchun obuna va like bosib qo'yinglar, iltimos sizlardan. Xullas hozir o'yin jarayonida yugurishgacha qiyin bo'lib qoldi, lekin hozir agar yutsam obuna bo'lasizlar. Hozir otishdi, lekin baribir yetib keldim. Agar sizlarda boshqa bo'lsa, sekin burchagiga qochib ko'rasizlar ekan, nima desa uncha jonim olmadi demoqchiman. Yugurishidan sakrashini ajoyib ekan. Odam qolmadi, lekin hali ham sanayapti. Demak, biz ikkinchi o'yinga o'tdik. Hozir bu yerda yo ko'k bo'lamiz, yo qizil. Biz hozir qaysi biri ko'p bo'lsa, hashansini tanlaymiz. Ko'pchilik ko'k tanlayapti. Ko'k. Hozir biz ko'klar ko'p ekan, lekin qizillar ham ko'p bo'lib ketishi mumkin bo'lsa. Hozir bizga pul tushishi kerakmi? Ha, pul tushishi kerak ekan. Yugurishmagan baribir. Oddiy chiqib ketsam bo'laveradi. Shoshilib nima qilasizlar? O'zi zinalardan yugurib chiqish o'zi xato. Bu yoqqa burilish yo'llari. Hozir biz pechenyelarni bo'lamiz. Ben turburcha yo'q ekan. 3 burcha aytaman. Lekin mana. 3 burcha. 3 burcha aytaman yaxshi. Burchaydi. Hozir qiyin deb o'yladim. Lekin menga hozir dumaloq tushdi. Birinchilik dumaloq qo'yganman.
Birinchilik dumaloqqa o'tganim uchun dumaloq tushdi. Tushunmadi. Birinchilik dumaloqqa tushganim uchun dumaloq tushdi deb o'ylayman. Nimaga desa, men birinchilik dumaloq tanlab turib, keyin 3 burchak tanladim. Bu yerda hozir o'yin tugadimi degan savol bor. Men personajim 10 barobar oshiryapti. Kim belki chiqarmayapman. Maytuji qabrlar paydo bo'lishi boshladi. Haqiqiy o'yinga o'xshataman degan holatda qoldim. Hammamiz hozir uyimizga ketamiz. Yana rohatlandik. Wi-Fi uncha ishlamayapti. Hozir ahamiyat bermaysizlar. Sal yaqinroq olsam deb yaqinroq oldim. Qaysi biri-ku? Ko'k bosamiz. Tushdi. O'yinga qaytamizmi yo? Ha, bo'ldi, shuni. Men jimman Plüşün birbirimizi öldürüşümüz şart emas. Buralarda öldürüp Mehmet'i topamız beraber. Şunun için shunchaki bol to'shaganlardan qochib yuraman. Aslında yaxshi deb o'ylayman. Desam, hammadan bir odam gibi. Qoch. Öyle. Canım oldu. Ya Xudoga shukr. Jonim shunaqaga oz qoldiki, o'zim ham qo'rqib ketdim. Oxirgi o'yingacha boradigan bo'lsam, lichni bosinglar. Obuna bilan like'ni. Lichni bosinglar. O'zi ko'pchilik obunasiz ko'radi, obunasiz kuzatadi. Biz bunaqa narsalarga vaqtimizni sarflab yuramiz. To'g'ri, anchadan beri pauza qilib qo'ydim, lekin pauza qilganim sababi men ko'pchilik meni kuzatadigan odamlardan ancha ko'nglim sovib qoldi. Nima desa, bu unda qilishib oldi. Ko'pchilik obuna nima qilmaydi, ko'pchilik obunasini olib berdi. O'shaning uchun hozir men bilmadim, lekin bu yerda odam yo'q. Hozir odamlarda bo'lib chiqadi. Shu bilan biz hozir tortishmachoq o'ynaymiz, tortishamiz. Tortishmachoq o'ynaysan deyishinglar mumkin lekin bu ham qiyin ekan. Nima desam, belli har qayerda chiqadi. Har bitta joyda chiqsa
Buncha yurib qoldikmi biz? Orqa yuryapmiz, yaxshi. Yutdik-ku biz. Biz yutibmiz. Demak, bizga variant ko'proq. Oxirgi levelga oxirgi o'yingacha borishimizga. Menga omad tilaylar, chunki menga hozir tanlov kerak, ikkisidan bittasini tanlash kerak. Men mayli ko'kni bosaveraman, lekin ehtiyot bo'lishim kerak. Hozir bizning pullarimiz tushyapti. Bu pullarni yutish kerak. Yana bitta. Biz hozir ochchilik qilibmiz, lekin odamlar ko'proqmikan deb o'ylayapman-da. Medis orqamdan hali ham odam qolmayapti. Bundan keyingi o'yinda bilmayman, bu o'yin sharchalar bilan o'ynaladigan o'yin ekan. Men bu bitta joyga turib olaman. Farqi yo'q. O'yin boshlandi. Ehtiyot bo'lish shart bu o'yinda. Chunki yutqizib qo'yish o'ta darajada imkoniyat ko'p. To'g'ri. Menga bitta shart. Tur. Omadim kelsa yaxshi bo'lardi. Ro'yxat keldi. Meni 3 dan ketdi bunga. Ancha ketib qoldi. O'ta hayajonlanyapman. Mening imkoniyatim kammi deb o'ylayapman, chunki menda 5 ta shar qolgan. Agar 5 ta sharim ham ketadigan bo'lsa,